Assalomu alaykum qadrli obunachilar, navbatdagi mebelimiz Kashmir Ispaniya garnitur yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Xo'p, shkafi 2 yillik, balandligi 210 215 plus minus. Shkafning ichki ko'rinishi kalta kiyimlar uchun ikkita turba, o'rtada bitta polka. O'rtasi mayda kiyimlar uchun 4 ta polka. Chekkasi uzun kiyimlar uchun. Eshiklari vakuum davchida ishlangan. Ruchkalari temir ruchka, 120 cm. Ikki chetida ikkita tumbuchkasi, mana bunday svichasi 3 xil rangda yonadi. Hop, tremosi bitta eshik, ikkita tortmacha, tepada yana bitta tortmacha. Vakuumli. Bunda ham mana bu yerda svitilnisi bor. Temir ruchkacha oyoqchasida. Spanesi 210 ga 170. Qo'shlari mo'y material bo'lgan. Sandiqchali. Taglar sandiqchali. Ortoped matras 210 ga 170 bo'ladi. Ikki chekkasi, ikkita tumbuchkasi, tremosini, stulchasi bo'ladi. Yonlari farsit bo'lgan. Mana bu yerda ikkita yodiv oynasi bor. Eshiklari 42 cm, 40 cm, 250 210 bo'ladi. Xo'p, bu mebelimiz narxi 8 million so'm, 150 kilometrgacha dostavka uстановкасы ekan. Biz bilan bog'lanish uchun 90 486 82 86 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi qo'l sex ishlab chiqarish.